o'tib ketdi-ku. Mahalliy tilda aytganda biz arab shashligidamiz. Bu joyni bilmagan farg'onalik va marg'ilonlik bo'lmasa kerak. Atmosferasi zo'r ekan-a? Juda ham gullarini qarang, bejirim. Arab shashlik bu nomni qayerdan olgan, bilasizlarmi? Bu nom shashlikxona asoschisi Arab boy akani nomlariga qo'yilgan. Ha, aynan shu yerda kaboblarni askarlardek uzun qatorga terib, uzluksiz pishirishadi. Bu yerda asosan qiyma shashlik, jigarli va burda shashliklar bo'lar ekan. Bino 2 qavatdan iborat bo'lib, ayollar asosan 2-qavatida o'tirishar. Qatordan qolmagan holda biz ham 2-qavatga yo'l oldik. 2-qavatda ayollar oilaviy yig'in yoki gaplarni ham o'tkazishadi. Mana shashliklarimiz ham keldi. Bitta eng zo'r qiziq odat, patnislarda shashlikni olib yurishadi, nechta xohlasangiz tanlab olaverasiz. Oling-da, Nazishka. Rahmat. Biz boramiz profiliga a'zo bo'ling. Bundanda zo'r kontentlar hali oldinda. Yo'qotib qo'ymang. Ha, bekorga Farg'onadan kelib bu shashlikni yeb ketishmas ekan. Sochneligini qarang. Обязательно smetanasi bilan yeylar. Manzilni tushuntiramiz. O'ram choyxonasidan Marg'ilon dehqon bozoriga yurganda shundoqqina o'ng qo'lingizda